Hammaga assalomu alaykum behurmatlar YouTube kanali a'zolari. Bugungi darsligimizda biza juda ham zo'r yo'nalish ko'rsataman hozir. Irfimiz ham zo'r, yo'nalishi ham zo'r, qilinishi ham oson, qiyin emas. Men sizlarga prosta yo'l ko'rsataman, o'zinglar qilsanglar bo'ldi shuni. Shuni qilsanglar bo'ldi. Atak yo'nalish вообще axshat kattalarning yo'nalishi, detskiy yo'nalish emas. Manifest o'zida-o'zi o'chib qoladigan yo'nalish emas. Aktiv o'zida-o'zi o'lib qoladigan yo'nalish emas, lekin nakrutka urish shart emas. Juda ham idealniy zo'r yo'nalish. Prosta sizlardan salgina bir harakat kerak xolos, harakat. Sal entirib ko'rsanglar, shu narsada qilib ko'rsanglar o'xshaydi albatta. 100% o'xshaydi, men garantiya beraman o'xshashiga. Hech kimni mehnati hech qachon o'zida-o'zi kuyib ketmaydi yoki osmonlarga uchib ketmaydi. O'sha mehnat ba'zi bir qachondir bo'lsa ham mevasini olasizlar. Prosta harakatda to'xtamaslik kerak. Ko'p odam shu tashab ketadi, ana shunisi bo'lmaydi. Yarim yo'lda tashab ketmanglar do'stlar. Oxirigacha boringlar, dalishga boringlar, bo'ldi. Qaytmanglar-da, hech kim qaytmaydi umuman. Yo'nalishimizni ko'radigan bo'lsak, mana shu yo'nalish Ghibli Days, bu animatsiya debman. Animega o'xshaydigan, turidagi anime emas, anime turidagi, shunga o'xshaydigan stildagi, Ghibli stildagi, o'zim ham Ghibli degan o'sha stilni nomi. Shunaqa stildagi multfilm yaratib, shunaqa videolarni YouTube'ga qo'yibdi. Qaranglar, 4 minutlik video, 5 minut mayli, 1 million 300 mingta prosmotr. Bir oy oldin qo'yilgan video. Qolgan prosmotlar ham dahshat emas. 100 mingta, 1,5 millionta, 200 mingta, 70 ming, 851 mingta, 200 mingta. Mana. O'zi atigi 14 ta video qo'ygan 60 mingta obunachi yig'ib qo'ygan. Masalan, videosini ko'ramiz, bitta videosini. Qara, oddiy sun'iy intellekt yasalgan. Prosta oldin rasm yasaladi. Rasmi ham qiyin emas, promptlar bor menda tayyor. Sizlarga hozir ko'rsataman qanaqa tayyorlashni. Shunday rasm tayyorlasizlar. Sun'iy intellekt tashlaysizlar, shunday video qilib beradi. 8 sekundlik bo'ldi. 8 sekundlik videolarni ulab chiqasizlar. Mana. Bu tipa asmirga o'xshaydi. Hech kim videoda gapirmaydi, boshqa narsa qilmaydi. Prosta tak odamlarni ko'rib o'tirish uchun, kayf qilib ko'rish uchun asmirda bu, asmir. Mana. Shu masalan yomg'ir yog'ib turibdi-yu, shunaqa avtobusni bir avtobusda uy qilib olgan, shunaqa vibe beradi, kayf beradi ovozlari, mana unaqa masalan avtobus ichidagi uylar bor, bu real hayotda ham bor. Masalan, qanaqadir qishda avtobus ichiga uy qurib oladi, karavotlar, PlayStation, televizorlar, o'shunaqa yo'nalishlar bor haqiqiy hayotda ham masalan. Bu ham shunaqada. Mana. Gapirgan joyi bor ekan, mayli, bu ham qiyin emas. Gapirtirish ham shart emas umuman. Mana qaranglar, o'zi kamchiliklari bor bu videoda ham. Qaranglar, qanaqada kichkina bo'lib qoldi bolachalar. Keyin mana bunaqa orqa fonlar, bir nimalar, karavotlarmi o'zgarib ketgandek bo'ldi. Qaranglar, mana ko'rdinglarmi? Lekin odamlarga farqi yo'q. Shu sal o'xshatsa bo'ldi. Bu olaveradi, sal o'xshamasa ham olaveradi 1,5 millionta prosmotr. U YouTube'ga farqi yo'q. Odamlar shuni qiziqib ko'rsa bo'ldi, YouTube tavsiya qilaveradi, beraveradi prosmotrni. Shunaqa gaplar, короче. Oddiy video mana 4,5 minutlik. Ideal emas даже. Kачество ham dahshat emas. 1000 4K ekan, lekin 4K emas-da bu. Yo'q, 4K emas bu. 1920 ga 1080 bu. Короче, shunaqa do'stlar. Oddiy yo'nalish, oddiy. Buni endi hozir qilishni boshlaymiz. Bizga birinchidan nima kerak? Birinchidan flow kerak. Flow AI. Flow'dan oldin to'xtanglar, qaranglar. Flow'ni ishlatish kerak, to'g'rimi? Qaranglar. Hozir ko'rsataman. Flow nima? Flow sun'iy intellekti bu VO3.1 da qo'llab-quvvatlaydigan sun'iy intellekt. VO3.1 joylashgan buning ichida. Originalniy VO3.1. VO3.1 esa videolarni generatsiya qiladigan narsa. Sayt. Mana bizda 800 ta hozir kreditimiz bor. Bu 1000 ta edi. 200 tasini men ishlatib qo'ydim. Bunda shunaqa videolar yaratsanglar bo'ladi. Bunaqa akkauntlar bor menda, shunaqa 1000 ta kredit beradigan. Agar sotib olaman desanglar, men Telegram kanalimda shunday o'zimga yozsanglar, mana bu yerdan reklama qilib qo'yganman. O'zi 150 ming so'm bunaqa akkauntlar. Bitta shunaqa akkaunt olib qo'ysanglar, mana shunaqa hozir men ko'rsatgan videoni bemalol yasay olasizlar o'sha akkaunt orqali. Mana shu akkaunt orqali men shu olingan yasab ko'rsataman sizlarga. Короче, buni agar videodan turib menga yozsanglar, mana shu videoni ko'rib turib menga yozsanglar, mana shu lichkamga yozsanglar, men sizlarga skidkada buni 99 ming so'mga qilib beraman. Yana 5 ta darsligi ham bor buni, 5 ta videosi ham bor. 10 minut, 15 minutlik darslik, 5 ta полностью sun'iy intellektdan qanaqa foydalanish, akkauntni qanaqa o'zingizga o'tkazib olib, taxlab, o'zingizga o'rnatishingiz, qanaqa ichidagi narsalarda har bitta funksiyasini ishlatishgacha o'rgatganman.
Bo'ldi, reklama ko'payib ketdi. Ko'p gapirmayman. O'zi yoqmaydi buni reklama qilishi. Keyin bizaga kerak bo'ladigan bitta narsa Frames to Video degan. Frames to Video ya'ni rasmlarni video qiladigan sun'iy intellekt rejim. Endi do'stlar, keyingi qiladigan ishimiz bizaga VHISC, mana shu VHISC degan sun'iy intellekt kerak. Bunga kiramiz. Hozir Enter tool. Mana bunga ham kirib oldik. Bu video qilishga, bu rasm tayyorlashga. VHISCda rasm tayyorlaymiz. Bunga subject, ya'ni odamni qo'shsanglar bo'ladi, sahnani qo'shsanglar, stilni qo'shib qo'ysanglar, o'zi ideal darajada qilib beradi sizlarga ularni rasmlarni. Ham izchillikda ham ushlab beradi. Masalan, rasmlaringda qana bir detallar o'zgarib ketmaydi yoki personajlar o'zgarib ketmaydi. O'shalarni tekst ushlab beradigan sayt. Endi bizga kerak bo'ladigan narsa promptlar. Endi promptlarni qayerdan olamiz? Menda bunaqa promptlar bor, mana. Mana bunaqa promptlar. Bu promptlarni men korotchi gapirgan hamma gaplarim, ya'ni gaplarim emas, saytlar, ko'rsatgan saytlarim, ko'rsatgan promptlarim, tashlab beraman degan narsalarim hammasi Telegram kanalimda bo'ladi. Hammasini Telegram kanalimga tashlayman do'stlar. Hech qanaqa xavotir olib yoki qidirib o'tirmaysizlar, shuni Telegram kanalimga o'tasizlar. Mana kichikcha Amerika pastki chiziqcha YouTube deb qidirsanglar, Telegramga chiqib keladi. 2240 ta obunachisi bor hozir. Shu kanalga kirasizlar, men hamma fayllarni, promptlarni, hamma shu videoda ishlatilgan saytlarni silkalarini men tashlab qo'yaman. Nomlari bilan yozib, akkuratniy qilib beraman sizlarga. Hech qanaqani qidirib o'tirmaysizlar. Topic degani mavzu. Birinchi bo'lib biza ssenariy yozib olishimiz kerak. Chunki bizning videomiz nima haqida bo'ladi o'zi? Bir videoda ma'no bo'lishi kerak-da. Endi bizaga bitta ChatGPT kerak. ChatGPTning ham prosi bor bizada. Prosini olib beramiz do'stlar. Prosini sotib olamiz desanglar, atiga 70 ming so'mga 1 yillik prosini olib beramiz. 1 yillik. Buni ham menga yozasizlar. Bemalol 1 yilga prosini bemalol ishlasanglar bo'ladi. 1 yilga do'stlar, atiga 70 ming so'mga 1 yil ishlatasizlar. Promptni tashladik, qaranglar. Mana shu topikni story degan joygacha, mana shu yergacha kopyulat qilamiz mana shu ssenariyni, promptni mana shu yergacha. Keyin buni tashlaganimizdan so'ng mana bu yerda x bor. Mana shu x o'rniga biz son yozishimiz kerak. Bu son nimaga? Chunki bu sonni yozsak, bizga masalan 5 ta deb yozsak, 5 ta tema, ya'ni 5 ta mavzu haqida yozib beradi. Videomiz haqida bizga hozircha 5 ta nom yozib beraversin. O'z hammasi taxlab bo'lingan bitta mana. Hozir 5 ta bizga videomiz uchun nom yozib beradi mana. Nom yozdi. Morning light in my grandmother's kitchen degani mana buvimni uyidagi ertalab deganida. Endi buvsini uyida ertalab qanaqa bo'lishini tasvirlab beradigan video. Bo'ldi, shuni olamiz deymiz. Endi bizga mana shuni olamiz. Endi ikkinchi story, ya'ni hikoyani anosida ssenariysi. Biz nomni tanladik, mavzuni tanladik. Endi shuni ssenariysi kerak bizga. Buni hozir storyni mana shu image degan joygacha kopyulat qilib olamiz, tashlaymiz. Endi uni tashlaganimizdan keyin mana shuni narsani, video nomini kopyulat qilib olamiz. Mana shu topic degan joyga kausiga tashlab qo'yamiz. Keyin yana bitta bo'lsa, mana bu yerdan bor, mana bu yerga ham tashlaymiz mana. Bo'ldi. Endi buni yuboramiz. Endi bizga hozir ChatGPT tayyor ssenariy qilib beradi, chiroyli ssenariy qilib beradi. Hammasi o'zi promptda yozilgan. Sizlar hech nima qilishingiz kerak, bitta narsani o'zgartirish kerak xolos. Hozir polностью yozib bo'lsin, pauza qilib turaman. Do'stlar, mana vaniqayot yozib bo'ldi. ChatGPT ham ichgan shekilli 2 soatda yozdi, buni ham shuncha kutdim. Короче, buni yozgandan so'ng mana bizga tayyor ssenariy yozib berdi. Buni o'qib chiqsanglar ham bo'ladi. O'qib chiqsanglar juda ham zo'r ketadi, chunki o'zingizlar nima qilayotganinglarni, o'zingizlarning bir ishinglarni ma'nosini tushunib, kayf qilib ishlaysizlar-da. Shoshilmasdan o'qib chiqsanglar zo'r. Chunki bu ham bir ertak kitobda yoziladigan ertakda yoki bir hikoyadagi gap. Keyin do'stlar, buni yozib bo'lganimizdan so'ng bizga qiladigan ishimiz mana bu 3-prompt, ya'ni image, rasm generatsiya qilish uchun beriladigan prompt yozishimiz kerak. Buni ham mana bu thumbnail degan joygacha, mana shu yergacha kopyulat qilib olamiz, buni tashlaymiz. Keyin bu yerda ham o'zgartiradigan joyimiz bor. Masalan, mana x o'rniga biz son yozamiz. U son nimani anglatadi? Masalan, biz 30 ta deb yozsak, bizga 30 ta rasmni generatsiya qilishimiz uchun prompt yozib beradi. Ataga 30 ta rasm. Endi biz hisob-kitob qilishimiz kerak. Har bitta video 8 sekunddan bo'lsa,
Bizaga 5 minutli video uchun 5 minutni ko'paytiramiz 60 sekundga. Ya'ni 300 sekund li video bo'lishi kerak. 300 sekundli video bo'lsa 5 minutli video bo'lar ekan. Endi buni har bitta video 8 sekunddan to'g'ri kelsa, sun'iy intellektda 8 sekund yaratadi-yu videoni. O'shanga bo'lamiz 37 ta video qilishimiz kerak ekan. Bo'pti, biz 37 ta emas, 40 ta deb yozamiz. Shunda 5 minutdan kattaroq video chiqadi bizda. 40 ta. Keyin bu yerda yana uzatadigan joyimiz bor. Pastroqqa tushamiz. Bu yerda story degan joy bor. Mana story degan joyga biz boyagi storyimizning nomini yozib qo'yamiz. Mana. Ketdi biza yozib birinchi rasm ana personaj rasmi bo'ladi. Birinchi va ikkinchi rasm personaj rasmi bo'ladi. Shu hikoyada qaysi personajlar qatnashgan bo'lsa, o'sha ikkita personajning rasmi. Birinchi bo'lib biza personajlarni generatsiya qilib olishimiz kerak, chunki har bitta rasmda personajlar o'zgarib ketmasligi kerak. Personajlar bir xil qolishi kerak. Birinchi personajimiz anosini promptini olamiz. Keyin vhisga kiramizda mana shu yerga tashlaymiz. Keyin buni mana shu tugma yoniq turgan bo'lishi kerak. Keyin mana buni yuboramiz. Ikkita rasm chiqadi. O'zimizga idealniy bo'lgan rasmni topmaguncha generatsiya qilaveramiz. Demak, kutamiz. ChatGPT ham borada hozir promptlarda yozib bo'ladi. Rasm mana bizaga mana shu qizchani aniq qilib berdi. Chiroyli qizcha ekan. Bo'ldi, zo'r, mana shu olamiz. Menga yoqdi. Endi ikkinchi personaj. Bu mana shu o'g'il bola bo'lsa kerak. Yo'q. Bu buvisini. Qizcha buvisini uyida ertalabda tasvirlab beradi. Hozir. Buvisi juda yoqmadi. Yo'q, boshqasini generatsiya qilaylik. Mana unaqa qilib bersa-da, polностью anu ko'rinishini ko'rsatib anu qilamiz. Mana bu yerga qaranglar. Stil degan joyga upload image deb bosamiz. Mana bu yerda hozirgi sketch qo'ygan rasmni belgilab qo'yaman-da. Shunaqa stilda qilib berdigandek qilibdi. Hozir aniq qildi. Endi buni yana yuboramiz. Endi qanaqa qilib berar ekan ko'ramiz hozir. Mana shunga ham tashlasak bo'lardi mana uni. Sahna. Sahnaga ham tashlaylik mana shu rasmni. Bitta ko'ramiz-da. Aniq qilib ko'rish kerak. Hozir buni ham qilamiz. Mana bo'ldi. Endi yana tashlab ko'ramiz. O'zimiz yoqqan bitta rasm olamiz-da, короче. Deme. ChatGPT ham yozib bo'ldi menimcha. Yozib bo'ldi ChatGPT ham. Bo'ldi mana. Mana u cho'tki. Mana shu yoqdi menga. Mana shuni oldim. Mana semiz bo'lib ketibdi. Demak, hammasi cho'tki. Bu ikkalasi o'chiramiz. Buvini ham, qizchani ham generatsiya qilib oldik. Endi generatsiya qilib olgandan so'ng biz endi analarni qilishimiz kerak. Ketma-ketlikda mana bularni promptlarni, sahnalarni shunaqa qilib anu qilamiz. Generatsiya qilamiz rasmlarni. Endi bu yerga subjectga, ya'ni subjectga personaj belgilanadi. Masalan, bu promptimizda qanaqadir personaj qatnashganmi? Bu yoki qizchadan boshqa bir ikkitasidan bittasi qatnashganmi yo'qmi ko'rishimiz kerak. Buni tarjima qilib ko'rishimiz kerak uning uchun. Endi biz hozir ChatGPTda yangi chat ochamiz. Mana shuni prompt tashlaymiz va tarjima uz deymiz. O'zbek tiliga tarjima qilib beradi hozir. Hozir ko'ramiz. Ertalabki oshxona interyeri yupqa oq pardalar orqali kirib kelayotgan iliq tong nuri bilan to'lgan rustik yog'och oshxona, yog'och stol, stullar, plitkali choynak, bankalar. Bu yerda hech qanday qahramon yo'q ekan. Bo'ldi. Bu просто tak manzarani aniq qilib berar ekanda. Manzarani ko'rsatib berar ekan. Boshida shunaqa masalan manzara ko'rsatib turadi. Masalan, choynakda choy qaynab turgan bo'ladi. Oynadan yorug'lik chiqib turgan. Mana ko'rdinglarmi? Bizga qaysi birini olamiz? Yana bir ikkita generatsiya qilaylikchi. Ko'ramiz hozir normalnirog'i bo'lsa, o'shani olvoramiz. Mana shu ham lekin normalniy cho'ta. Lekin detallar вообще ko'p ekan bor-ku. Kelinglar, mana shuni olaveraylik. Mana shu yoqdi juda ham. Buni ham oldik. Buni ham olganimizdan so'ng endi biza keyingi promptga o'tamiz. Bu 4-rasm. Endi buni tarjima qilib ko'ramiz. Tarjima qilib ko'raveringlar do'stlar. Hech kim sizlarni shoshilmaydi hech qayerga
ishlarni qilsanglar to'liq cho'tki qilinglar. Nabira oshxona eshigi oldida sokin holatda turibman. Nabirami? Demak bo'ldi, qizchani qo'yarkanmiz. Ichkariga qarab turibdi. Yumshoq tong nuri uning yuziga tegmoqda. Yog'och pol taxtalar muloyimcha yarashib turadi. Atrofda chuqur sukunat hissi sezadi. Xuddi shu qahramon dizayni saqlangan ilk demak, promptni tashlaymiz. Prosta oddiy generatsiya qilib ko'ramiz oldin. Prosta oddiy generatsiya qilib ko'ramiz. Keyin qizchani anosini qo'yamiz. Mana bu joyga subjectga qizchani belgilab, keyin mana ko'rdinglarmi? Hozir xato qilib qo'ydi. Bu yerda chunki stilda yozmagan, biz mana uni belgilaymiz, qizchani belgilaymiz. Mana bu yerga stilga esa oshxonani belgilaymiz. Hozir ikkalasini belgilaymiz. Oshxona ham belgilab, ikkalasi ham belgilandi. Endi ko'ramiz qanaqa rezultat qilib berar ekan bizlarga. Hozir ko'ramiz. Bu qayerda turibdi bu? Uchib turibdi bu? Generatsiya qilaveramiz do'stlar. Shunaqa, orada shunaqa kamchiliklar ham bo'lib turadi. Hech qisi yo'q. Prosta prompt ko'rish kerak-da. Promptda xatolik joylari ham bo'lishi mumkin. Masalan, shuni sun'iy intellekt tushunmasligi mumkin-da. Masalan, mana shu eshik yonida turganini tushunmayapti. Mana bu ana o'chirib qo'yaylik, chunki mana shuni tushunmayapti-da bu. Biz hozir buni orqasiga Ghibli stil deb yozib qo'yaveramiz. Mana bu yerga stilga buni oshxonani yozganimiz uchun bu faqat oshxona qayerga eshik qo'yishni bilmayapti shunga. Mana. To'xtanglar, sahnaga berib ko'rish kerak ekan boyagi narsani. Sahna. Bu sahna-yu. Hozir. Yana bitta ko'ramiz mana. Deme. Mana bunisi normalniy. Mana bunisi normalniy. Buni olamiz, bo'ldi, mana shu cho'tki. Endi qaranglar, buni masalan ikkita rasm generatsiya qildik. Qolgan rasmlardan ham shunaqa generatsiya qilib boraveramiz. Bu qiyin joyi yo'q. Mana shu flowga kiramiz, rasmni video qiladigan. Mana shunday plyusiga bosib uploadni bosamiz, ya'ni yuklashni bosamiz. Keyin do'stlar, biz mana bunaqa anoni belgilaymiz. Mana birinchi rasmni belgilaymiz. Belgilagandan so'ng boyagi promptga kirib, mana bu image 3, ya'ni mana shu rasmni qaysi prompt bilan generatsiya qilgan bo'lsak, o'sha prompt bilan jonlantiramiz. Buni videoga ham qilaveradi, o'xshab ketaveradi. Lekin oxiriga yozib qo'yamiz, no voice over and background music deysizlar, only ASMR sounds. Bo'ldi mana. Endi bunga bitta qo'yib qo'yamiz. Mana bu fast rejimida ana ketdik. Hozir bizga videoni generatsiya qilib berish kerak. Shungacha pauza qilib turaman. Do'stlar, mana videoni generatsiya qilib bo'ldi. Videoni ko'ramiz, qaranglar. Prosta tomosha qilinglar. Ko'rdinglarmi? Buni ovozi bilan qilib bergan, nimagadir ovozi eshitilmayapti sizlarga. Menda OBSda ko'rinib turibdi. Ovozi nimagadir eshitilmayapti. Hozir to'g'rilab ko'rishga harakat qilaman. Do'stlar, uzr ming bor. Mana qarang, eshitinglar, ovozini eshitinglar. Ko'rdinglarmi, bu zo'r chiqqan. Bo'ldi do'stlar, mana yoradi o'sha. Zo'r chiqqan video. Buni mana shu yerga sketchet qilib olamiz. O'sha bitta video tayyor. Shuni ketma-ketlikda endi qaranglar. Endi mana qizchani qo'yamiz. Endi qizchani prompt qaysi edi? Mana shu prompt. Buni ham qo'yamiz. Keyin mana bu oxiridagi no voice over and sounds degan bir nimalarni qo'shib qo'yishimiz kerak edi. Buni ham qo'shamiz. Endi buni ham shunaqa generatsiya qilamiz. Bo'ldi, buni ham hozir kutamiz. Men pauza qilib turaman. Do'stlar, video tayyor bo'ldi. Qani ovozini ham eshitamiz, videoni ham ko'ramiz. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Videoni cho'tki chiqayotganlar yana. Endi qaranglar, buni ham sketchet qilib olamiz. Qolgan ishni tushuntiraman. Shunday qilib, polностью 40 ta videoni generatsiya qilib olgandan keyin
Mana CapCutga kiramiz, yangi proyekt ochamiz. Telefondan, kompyuterdan umuman farqi yo'q, ikkalasi ham bitta narsa baribir. Shunday hozir ikkita videoni men tashlab olaman CapCutga. Mana ikkita videoni tashlab olaman. Birinchi video, keyin ikkinchi video. Hozir ketma-ketlikda qo'yaman va mana qaranglar. Keyin mana o'zgargan joyiga masalan qanaqadir effekt yoki transition qo'yib ketsanglar bo'ladi. Mana bunaqa masalan nima? Mana bunaqa transition qo'yib ko'raylik. Sal bunaqa qilamiz. Bu bo'lmasa keyin. Yoqimsiz ekan bu. Oddiy bir, juda ham oddiy ana bunaqa transition qo'yish kerak. O'zgarib ketgan. Transitionlari bilmadim qanaqadir kerak emas, yoqimsiz transitionlar chiqib ketdi. Короче, shunaqa qilasizlar, osoni bor ana. Просто qop-qora bo'ladi-da, keyin yana qaytib anavi qoladigan. Shuni topolmayapman, qayerga ketdi? Mana shu klassik. Mana Black Fade. Bo'ldi, topdim do'stlar. Ko'ringlar endi, ko'ringlar. Mana. Ko'rdinglar? Mana. Ko'rdinglarmi do'stlar? Вообще cho'tki chiqyapti. 16 sekundda tayyor ish qolganlarini tayyor qilib bemalol 4-5 minutlik video yasab tashlasa bo'ladi-da. Bir kunda 2 soat vaqt ajratib. Просто так. Sizlar shuni ham ajratmaysizlar do'stlar. Men hozir buni 20 minutda qildim. Sizlarga полностью ko'rsatdim nima qilish kerakligini. Hamma ma'lumotlar, anolar, fayllar mana shu Telegram kanalimdan olasizlar. Keyin do'stlar, menda privatka ham bor. Shu joyda aytib o'tay, privatka ham, ya'ni bunaqa darslikdan privatkamda juda ham ko'p. Privatka o'zi nima desanglar, mana shaxsiy kanalim. Bunda shaxsiy darsliklarim tashlangan. YouTube'ga qo'ymagan darsliklarim tashlangan. Bunga kirish pullik. Bemalol o'tib turib Telegramga tanishib olib, bemalol menga yozsanglar, men sizlarga shu darsligimni beraman do'stlar. Bu yerda ko'rsanglar, spiskada juda ham ko'p darsliklar bor. Mana shu darsliklarni bemalol o'zimni, masalan, meni opitim bor-ku, mendaqa opit oshirib olsanglar bo'ladi o'zingizlarga bemalol. Mana shu privatka orqali. VIP kanal, короче, VIP kanal. Qo'shilish pullik, bemalol menga yozsanglar kelishamiz. Pulini aytaman. Xohlasanglar, ma'qul kelsa qo'shilaverasizlar do'stlar. Короче, hammaga rahmat, hammaga omad. Telegram kanalida ko'rishguncha xayr.